Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Nega ayrim odamlarning pensiya tushadigan hisob varaqlarida pul birdaniga kamayib qolmoqda? Karta balansi 0 bo'lib ko'rinmoqda yoki pul lahzada g'oyib bo'ldi degan holatlar uchramoqda. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va bank kartasidan foydalanadigan har bir odamga tegishli. Chunki ko'pincha muammo pensiya tizimining o'zida emas, karta qarzdorlik, firibgarlik, ijro hujjatlari, SMS kodlar, mobil ilovalar va bank amaliyotlari bilan bog'liq bo'ladi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi holatda pul qonuniy ushlab qolinishi mumkin? Qaysi holatda bu firibgarlik bo'lishi mumkin? Qachon bankka borish kerak? Qachon pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak? Qachon ichki ishlar organlariga ariza yozish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xato butun oy kutgan pensiyangizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim ogohlantirishlarni muntazam berib boraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyani naqd pul shaklida olardi. Mahallaga, pochta bo'limiga yoki kassaga borib, shaxsini tasdiqlab, pulini qo'liga olardi. Bu usulda ham muammolar bo'lgan. Navbat kechikish, hujjatdagi xatolar, uyda yo'q paytda pulni olish qiyinligi, yoshi katta insonlarning yo'l yurish kabi noqulayliklar bor edi. Lekin odam pulni qo'liga olgach, uni kimga berish, qayerga sarflash o'z nazoratida bo'lardi. Keyingi yillarda pensiyalar ko'proq bank kartalariga, plastik kartalarga, hisob varaqlarga tushadigan bo'ldi. Bu qulay, pul kelishi bilan SMS keladi, do'konda to'lash mumkin, bankomatdan yechish mumkin. Farzandlar yordamida ilova orqali kommunal to'lovlarni qilish mumkin. Ammo qulaylik bilan birga xavf ham keldi. Karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, mobil bank ilovasi, telefon raqami, kredit qarzdorligi, sud ijrochisi qarori kabi masalalar oddiy pensioner uchun tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Hozir hisob raqam nollashdi degan gapni eshitsak, avvalo bir narsani aniqlash kerak. Bu pul umuman tushmaganmi? Tushib keyin yechib olinganmi? Avtomatik ushlab qo'linganmi? Karta vaqtincha bloklanganmi yoki balans ilovada noto'g'ri ko'ringanmi? Chunki har bir holatning sababi ham, yechimi ham boshqacha. Masalan, pensionerning kartasiga 1.200.000 so'm pensiya tushdi. U SMS oldi. Ertalab bankomatga borsa, kartada 1 so'm ko'rinadi. Bu holatda odam darhol pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 3 xil sabab chiqishi mumkin. Birinchi sabab, oldin olingan kredit bo'yicha bank avtomatik ushlab qolgan. Ikkinchi sabab, sud qarori yoki ijro hujjati asosida qarzdorlik yechilgan. Uchinchi sabab, pensioner firibgarga SMS kodni aytib qo'ygan va pul boshqa kartaga o'tkazilgan. Shuning uchun men har doim aytaman, vahima qilishdan oldin operatsiyalar tarixini ko'rish kerak. Endi kimlar ko'proq xavf ostida ekanini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda, telefoniga kelgan SMS kodni boshqalarga aytib qo'yadigan pensionerlar xavf ostida. Firibgarlar odatda o'zini bank xodimi, pensiya bo'limi vakili, plastik karta xavfsizlik xizmati, hatto davlat tashkiloti xodimi deb tanishtiradi. Ular kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtab qoladi, yangi tizimga o'tkazamiz, kompensatsiya puli chiqdi. Hisob raqamingizni tasdiqlash kerak deb qo'rqitadi yoki qiziqtiradi. Men bunday holatni ko'p ko'rganman. Masalan, 16 yoshli pensioner ayolga telefon qilishadi. Sizga qo'shimcha 6.000 so'm ijtimoiy yordam ajratildi. Kartangizni tasdiqlash uchun SMS kodini ayting deyshadi. Ayol ishonadi. Chunki unga rostdan ham pensiya kartasi bor. Rostdan ham davlatdan turli yordam pullari haqida eshitgan. U SMS kodini aytadi. Kartasidagi 1.500.000 so'm boshqa kartaga o'tkaziladi. Keyin bankka borsa, bank kodini o'zingiz bergansiz deydi. Bu yerda eng katta saboq shuki, bank ham, pensiya jamg'armasi ham, soliq idorasi ham, mahalla ham hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Ikkinchi xavf guruhi, qarzdorligi bor pensionerlar. Bu qarzdorlik kredit, aliment, sud jarimasi, kommunal to'lov, soliq, kafillik yoki boshqa majburiyat bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar pensiya tegilmaydigan pul, uni hech kim ushlab qola olmaydi deb o'ylaydi. Bu fikr har doim ham to'g'ri emas. Qonunchilikda ayrim daromadlardan ushlab qolish tartiblari bor. Lekin bu tartibda ham chegaralar, asoslar va hujjatlar bo'lishi kerak. Ya'ni bank o'zidan o'zi kelib hech qanday asos bo'lmasa, pensiyani shunchaki nol qilib qo'yishi mumkin emas. Ammo ijro hujjati bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha ma'lum miqdor ushlab qolinishi ehtimoli bor. Misol keltiraman.
Bir pensioner avval 5 milyon so'm kredit olgan, oyga 700 ming so'mdan to'lash kerak bo'lgan. Pensiyasi 1 milyon takimsa ming so'm. U 2 oy kredit to'lamagan. Keyin pensiya kartasiga pul tushishi bilan bank krediti bo'yicha shartnomada ko'rsatilgan avtomatik yechishni amalga oshirgan. Natijada pensioner balansda juda kam pulga ko'rgan yoki boshqa qarzdorliklar bilan 1,0 yaqin holat yuzaga kelgan. Bu firibgarlik emas, lekin pensioner shartnomani tushunmagan bo'lishi mumkin. Shu sababli kredit olganda pensiya kartamdan avtomatik yechish bo'ladimi? Qancha miqdorda bo'ladi? Muddat o'tib ketsa nima bo'ladi deb albatta so'rash kerak. 3-xavf guruhi. Kartasini farzandiga, qarindoshiga, qo'shnisiga yoki do'kondagi tanishiga berib qo'yadigan pensionerlar. Juda ko'p holatda pulni begona firibgar emas, yaqin atrofdagi odam ishlatib yuboradi. Pensioner o'g'lim bankomatdan yechib beradi. Kelinim kommunal to'lovni qiladi. Nabiram telefonda ilova o'rnatib berdi deydi. Bu yordam yaxshi, lekin karta PIN kodi, mobil ilova paroli, telefon SMS kodi bitta odam qo'lida bo'lsa. Pensioner o'z pulini nazorat qila olmay qoladi. Masalan, pensioner boboning kartasiga 2 million so'm pensiya tushadi. Nabirasi doğru olib kelaman deb kartani oladi. 300 ming so'm doğru oladi. Lekin yana 500 ming so'mni o'z ehtiyoji uchun ishlatadi. Bobo bankka borganda bank faqat operatsiyani ko'rsatadi. Falon do'kon, falon vaqtda, falon summa. Bank bu pulni oilaviy kelishmovchilik deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman, yordam kerak bo'lsa ham karta to'liq topshirilmasin, PIN kod aytilmasin, operatsiyalar SMS orqali kuzatib borilsin. 4-xavf guruhi eski telefon raqamidan foydalanayotgan yoki telefon raqamini yo'qotgan pensionerlar. Bank kartasi odatda telefon raqamiga bog'langan bo'ladi. Agar pensioner eski raqamni ishlatmay qo'ysa, raqam operator tomonidan boshqa odamga berilishi mumkin. Agar bankdagi raqam vaqtida almashtirilmasa, xavf paydo bo'ladi. Ba'zan mobil ilovaga kirish, kod olish, operatsiyani tasdiqlash shu raqam orqali bo'ladi. Shuning uchun telefon raqami o'zgarsa, darhol bankka borib, karta va hisob varaqqa bog'langan raqamni yangilash kerak. 5-holat. Texnik xatolik yoki bank tizimidagi vaqtinchalik kechikish. Ba'zida balans 0 ko'rinadi, lekin pul yo'qolmagan bo'ladi. Masalan, bankomat tarmog'ida aloqa uziladi, mobil ilova yangilanmaydi, operatsiya kutish holatida turadi. Bunday paytda odam darhol xulosa chiqarmasligi kerak. Bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qilish, ilovadagi operatsiyalar tarixini tekshirish, imkon bo'lsa bank filialidan hisob varaq ko'chirmasini olish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar pensiya odatdagidan bir necha soat kech tushsa, bu har doim ham muammo degani emas. Ba'zan to'lovlar banklar kesimida bosqichma-bosqich o'tadi. Agar sizning qo'shningizga ertalab tushib, sizga kechqurun tushsa, bu darhol hisobingiz nollashtirildi degani emas. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, pul karta ustida ko'rinmasligi mumkin, lekin hisob varaqda turishi ehtimoli bor. Agar karta bloklangan bo'lsa, pul yo'qolgan emas. Faqat foydalanish cheklangan bo'lishi mumkin. Muhimi, og'zaki gapga emas, rasmiy ko'chirmaga qarash kerak. Endi e'tibor berilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, karta va hisob varaq bir xil narsa emas. Karta bu pulga kirish vositasi. Hisob varaq esa bankdagi asosiy joy. Karta yo'qolsa, muddati tugasa yoki bloklansa, pul ham yo'qoldi degani emas. Lekin ko'pchilik pensionerlar kartani pulning o'zi deb o'ylaydi. Masalan, karta ishlamasa pensiyam ketdi deydi. Aslida bankdan yangi karta chiqarish yoki hisob varaqdan naqd olish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bankka borganda kartamda pul yo'q demasdan, hisob varag'im bo'yicha ko'chirma bering. Pensiya tushganmi? Qayerga yechilganini ko'rsating deb so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, avtomatik to'lovlar. Ayrim pensionerlar mobil aloqa, internet, kommunal xizmat, kredit, obuna yoki boshqa xizmatlarga kartani bog'lab qo'yadi. Keyin har oy pul tushishi bilan ma'lum summa yechiladi. Odam buni unutadi va pulim kamaydi deb o'ylaydi. 20 ming so'm, 7 ming so'm, 1 ming so'm ko'p ko'rinmasligi mumkin. Lekin bir nechta avtomatik to'lov qo'shilsa, sezilarli summa bo'ladi. Masalan, telefon uchun 40 ming, internet uchun 8 ming, qarindoshning ilovasiga ulangan obuna uchun 6 ming, eski kredit sug'urtasi uchun 35 ming so'm yechilsa, oy boshida 2000 ming so'm ketadi. Pensioner buni bilmasa, bankni ayblaydi. 3-nozik jihat, qarindoshlar nomiga kafillik. Ko'p pensionerlar farzandi yoki nabirasi kredit olayotganda kafil bo'lib beradi. Faqat imzo qo'yasiz.
hech narsa bo'lmaydi deyishadi. Lekin kafil bo'lish jiddiy majburiyat. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, bank kafilga murojaat qilishi mumkin. Shu sababli pensiya kartasidan pul ushlanishi ehtimoli paydo bo'ladi. Men har doim aytaman. Kafil bo'lishdan oldin kredit summasi, foizi, muddati kechiktirilsa nima bo'lishi, sizning hisobingizga ta'siri qanday bo'lishini yozma ravishda tushunib oling. 4-nozik jihat. Sud ijrochi tomonidan qo'yilgan cheklov. Ba'zan odamning eski jarimasi yoki sud qarori bo'ladi. U buni unutgan bo'ladi. Masalan, transport jarimasi, qarz shartnomasi, aliment, kommunal da'vo yoki boshqa majburiyat. Ijro ishi ochilgach, bank hisob varaqlariga band solinishi yoki pul ushlanishi mumkin. Bunday holatda bank xodimi ijro hujjati bor deydi. Bu paytda bank bilan janjallashish muammoni hal qilmaydi. Ijro hujjatini kim chiqargan, qaysi summa, qaysi qaror asosida qancha ushlanganini aniqlash kerak. Agar xato bo'lsa, ijro organiga yozma murojaat qilinadi. 5-nozik jihat. Firibgarlar ko'pincha aynan pensiya tushadigan kunlarda faollashadi. Ular pensionerlarning ruhiyatini yaxshi biladi. Pensiya kuni odam pul kutadi, xarid rejalashtiradi, dori olishi kerak bo'ladi, qarzini yopmoqchi bo'ladi. Shu paytda qo'ng'iroq qilib, hozir tasdiqlamasangiz pulingiz qaytib ketadi deyishsa, odam shoshiladi. Shoshilish esa firibgar uchun eng katta g'urur. Men sizga qattiq qo'yda beraman. Pul, karta, SMS kod, shaxsiy ma'lumot haqida qo'ng'iroq bo'lsa, hech qachon darhol javob bermang. Telefonni qo'ying, bankning kartangiz orqasidagi rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 6-nozik jihat. Ijtimoiy tarmoqlardagi yolg'on e'lonlar. Pensionerlarga 1 million so'mdan beriladi. Kartani ro'yxatdan o'tkazing. Kompensatsiya puli chiqdi. Davlat yordami uchun havolaga kiring kabi xabarlar tarqaladi. Havolaga kirgan odam karta ma'lumotlarini kiritadi. Keyin pul yechiladi. Rasmiy yordamlar hech qachon shubhali havola orqali karta paroli va SMS kod so'rab berilmaydi. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat tashkilotlarining rasmiy saytlari mahalla. Pensiya jamg'armasi yoki bankning rasmiy kanallari orqali tekshirish kerak. 7-nozik jihat. Pensiyon vafot etgandan keyingi to'lovlar. Ayrim oilalarda marhumning kartasi qoladi va kimdir undan foydalanishga urinishadi. Bu juda xavfli. Pensiya huquqi shaxs bilan bog'liq. Vafotdan keyin noqonuniy olingan mablag' keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Hatto huquqiy javobgarlik ham tug'ilishi ehtimoli bor. Shuning uchun bunday holatda meros, daf puli, qolgan mablag' va hujjatlar masalasini qonuniy tartibda hal qilish kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Agar pensiya kartangizda pul yo'qolganini ko'rsangiz, birinchi qadam. Vahima qilmang va hech kimga SMS kod aytmang. Shu paytdan boshlab har bir harakatingiz muhim. Telefoningizga kelgan SMS'larni o'chirmang. Bank ilovasidagi bildirishnomalarni saqlang. Kim qo'ng'iroq qilgan bo'lsa, raqamini yozib qo'ying. Qaysi vaqtda pul tushgani, qaysi vaqtda yechilgani haqida ma'lumotlarni to'plang. Ikkinchi qadam, bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Rasmiy raqam deganda internetdagi tasodifiy raqam emas, kartaning orqasida yozilgan, bank saytida ko'rsatilgan yoki bank ilovasida berilgan kal markaz raqamini nazarda tutaman. Bankdan 3 ta narsani so'rang. Birinchisi, hisob varaq bo'yicha ko'chirma. Ikkinchisi, oxirgi operatsiyalar ro'yxati. Uchinchisi, pul qayerga va qanday asosda yechilgani haqida ma'lumot. Agar pul boshqa kartaga o'tgan bo'lsa, sana, vaqt, summa va operatsiya turini yozdirib oling. Uchinchi qadam, agar firibgarlik alomati bo'lsa, darhol kartani blok qildiring. Balki qaytib tushar deb kutmang. Agar karta ma'lumotlari firibgar qo'liga tushgan bo'lsa, qolgan pul ham xavf ostida bo'ladi. Bankdan yangi karta chiqarishni, mobil ilova parollarni almashtirishni, telefon raqami to'g'ri bog'langanini tekshirishni so'rang. Agar ilovaga begona qurilma ulangan bo'lsa, uni uzdiring. 4-qadam. Ichki ishlar organlariga yoki tegishli kiberxavfsizlik bo'limlariga ariza qiling. Arizada hissiyot bilan emas, aniq faktlar bilan yozing. Falon sana, falon vaqtda kartamga pensiya tushdi. Keyin falon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. SMS kod so'raldi yoki shubhali havolaga kirdim. Shundan keyin falon summa yechildi. Bank ko'chirmasiga ko'ra pul falon operatsiya orqali o'tgan deb yozing. Arizaga bank ko'chirmasi, SMS skrinshotlari, qo'ng'iroq raqami, cheklar, ilova bildirishnomalarini ilova qiling. Qanchalik aniq yozsangiz, tekshiruv shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, agar pul ijro hujjati yoki qarzdorlik asosida ushlangan bo'lsa, hujjatni talab qiling.
bankdan qaysi tashkilot yoki qaysi ijro ishi asosida ushlangan deb so'rang. Keyin tegishli ijro organiga murojaat qiling. Sizda qarzdorlik haqiqatan bormi? Summa to'g'rimi? Ushlash miqdori qonuniy chegaradan oshmaganmi? Pensiya turi ushlab qolishga tegishlimi? Bularni aniqlash kerak. Agar xato bo'lsa, yozma shikoyat yozing va qayta hisob-kitob talab qiling. 6-qadam. Agar pensiya umuman tushmagan bo'lsa, bank bilan birga pensiya jamg'armasi bo'limiga ham murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, bank hisobvarag'i rekvizitlari. Oxirgi oylar ko'chirmasi. Telefon raqamingizni olib boring. Menga pensiya tayinlangan, lekin falon oy uchun mablag' tushmadi deb yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaatda sana bo'ladi. Javob berish majburiyati bo'ladi. 7-qadam. Uyda xavfsizlik qoidalarini o'rnating. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga quyidagi tartibni tavsiya qilaman. Karta PIN kodi qog'ozga yozilib, karta bilan birga saqlanmasin. SMS kod hech kimga aytilmasin. Bank xodimi deb qo'ng'iroq qilgan odamga ishonilmasin. Mobil ilova faqat ishonchli odam yordamida o'rnatilsin, lekin parol pensionerning o'zida bo'lsin. Har oy pensiya turish operatsiyalar tarixi tekshirilsin. Katta summa kartada uzoq turadigan bo'lsa, bankdan omonat yoki alohida hisob haqida maslahat olinsin. 8-qadam. Qarindoshlar bilan aniq kelishuv qiling. Agar farzandingiz yoki nabrangiz sizga bankomatdan pul yechib beradigan bo'lsa, qancha pul yechilganini SMS orqali tekshiring. Iloji bo'lsa, bankomat chekini oling. Yaqin odam-ku deb nazoratni butunlay topshirib qo'ymang. Nazorat ishonchsizlik emas, moliyaviy tartib. Ayniqsa dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun yashayotgan pensionerda har bir yengil so'm muhim. 9-qadam. Kredit masalasida ehtiyot bo'ling. Pensiya kartangizga ulangan kredit, mikroqarz bo'lib to'lash, kafillik yoki avtomatik yechuv bo'lsa, bankdan yozma jadval oling. Oyga qancha to'laysa qachon yechiladi? Kechiksa jarima qancha? Kartadan avtomatik olinadimi? Bularni bilib qo'ying. Agar pensiyangiz 1.700.000 so'm bo'lsa, oyga 1 million so'mlik majburiyat olish juda og'ir yuk bo'ladi. Keyin pul tushishi bilan yarmi yoki undan ko'p ketadi. Odam esa hisobim nollandi deb o'ylaydi. 10-qadam. Shubhali holat bo'lsa, vaqtni bo'y bermang. Firibgarlikda birinchi soatlar juda muhim. Pul bir kartadan boshqasiga, keyin yana boshqa hisoblarga o'tib ketishi mumkin. Qancha tez bankka va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilsangiz, izni aniqlash imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Ertaga boraman, bolam kelganda ko'raman. Balki o'zi qaytar degan kutishlar ko'pincha zarar keltiradi. Men yana bir narsani aniq aytmoqchiman. Har bir pensiya hisoblari nollashtirilmoqda degan gapga darhol ishonib ketmang. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda vahima ko'tarish uchun shov-shuvli sarlavhalar qo'yiladi. Aslida esa alohida firibgarlik holati, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish yoki texnik xatolik bo'lishi mumkin. Lekin bu xavf yo'q degani ham emas. Xavf bor. Ayniqsa moliyaviy savodxonligi past telefon va bank ilovalaridan yaxshi foydalanmaydigan, ishonuvchan pensionerlar uchun xavf juda katta. Agar siz pensioner bo'lsangiz, o'zingizni ayblamang. Hozir firibgarlar juda puxta ishlaydi. Ular oddiy odamni chalg'itish uchun maxsus gaplar, qo'rqitish usullari, rasmiyga o'xshash so'zlar ishlatadi. Lekin bugundan boshlab bitta qoidani eslab qoling. SMS kod bu sizning pulingizning kaliti. Uni aytish xuddi uyingiz kalitini notanish odamga berish bilan barobar. Karta raqami, karta muddati, orqa tomonidagi kod, pasport ma'lumotlari, ilova paroli ham himoya qilinishi kerak. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizni faqat hech kimga kod aytmang deb qo'yib yubormang. Ularga amalda ko'rsating. Bankdan haqiqiy SMS qanday keladi? Firibgar qo'ng'irog'i qanday bo'lishi mumkin? Shubhali havola nimaga o'xshaydi? Bankning rasmiy raqami qayerda yozilgan? Telefonda keraksiz ilovalarni tekshiring. Bank raqami to'g'ri bog'langanini aniqlang. Karta muddati tugamaganini ko'ring. Bu ishlar 1 soat vaqt oladi, lekin bir oylik pensiyani saqlab qolishi mumkin. Agar siz bankka borsangiz, xodimdan umumiy javob bilan qaytmang. Pul yo'q ekan degan javob yetarli emas. Sizga aniq ma'lumot kerak. Pul tushganmi, qachon tushgan, qaysi summa tushgan, qachon yechilgan, kimning tashabbusi bilan yechilgan, operatsiya turi nima, avtomatik to'lovmi, kreditmi, ijro hujjatimi, kartadan o'tkazmami, bankomatdan naqd yechilganmi? Mana shu savollarga javob olmaguncha vaziyatni tushunib bo'lmaydi.
Agar bank xodimi og'zaki tushuntirsa ham iloji bo'lsa yozma ko'chirma oling. Chunki keyin ariza yozishda, shikoyat qilishda yoki farzandlaringiz bilan maslahatlashishda aniq hujjat kerak bo'ladi. Menga shunday deyishdi degan gap isbot bo'la olmaydi. Ko'chirma, chek, SMS, ariza nusxasi, murojaat raqami esa isbot bo'ladi. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensionerning hisobidagi pul birdan kamayib qolsa, buning sababi har xil bo'lishi mumkin. Firibgarlik bo'lishi mumkin. Qarzdorlik bo'yicha qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Avtomatik to'lov bo'lishi mumkin. Karta bloklanishi yoki texnik xatolik bo'lishi mumkin. To'g'ri harakat qilish uchun avvalo bank ko'chirmasini olish, operatsiya sababini aniqlash, kerak bo'lsa kartani bloklash, firibgarlik bo'lsa ariza yozish, ijro hujjati bo'lsa asosini tekshirish kerak. Men sizdan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz uchun emas, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, mahalladagi yoshi katta insonlar uchun ham eslab qoling. Bitta ogohlantirish bir oylik pensiyani, ba'zan esa bir necha oylik jamg'armani saqlab qoladi. Izohlarda yozing. Sizda yoki tanishlaringizda pensiya kartasidan pul kutilmaganda yechilgan holat bo'lganmi? Bank qanday tushuntirgan? Muammo qanday hal bo'lgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq belgisini yoqib qo'ying. Chunki keyingi videolarda ham pulingizni, huquqingizni va xavfsizligingizni himoya qilishga yordam beradigan muhim mavzularni tushuntirib beraman.